Bilasizmi, nega vazningiz tushmayapti? Sabab yuqori insulin bo'lishi mumkin. Insulin bu semirish gormoni. Agar u doimiy ravishda yuqori bo'lsa, tanangiz yog'ni hech qachon yoqmaydi va ishtaha juda kuchli bo'ladi. Insulinni nimalar ko'taradi bilasizmi? Shakar va shirinliklar, non, makaron va fast-foodlar, ko'p va tez-tez ovqat yeyish, doimiy stress va uyqusizlik. Insulinni tushiradigan narsalar esa birinchisi interval ochlik qilish, 16 soat yoki 20 soatlik, tanani tozalaydi va insulinni tushiradi. Ikkinchisi shakardan butunlay voz kechish. Non, fast-foodlar, gazli ichimliklar bularni olib tashlang. Uchinchisi kuniga harakat qiling va zalga boring. Kamida 30 daqiqa yurish, haftasiga 3-4 marta kuchli mashqlar juda yordam beradi. To'rtinchisi olma sirkasi, magniy va berberin. Ovqatdan oldin bir qoshiq sirka, 500 mg berberin, magniy bilan kombinatsiya qilib iching. Eng kuchli strategiya bu keto bilan interval ochlikdir. Bular birgalikda yog'ni yoqadi va insulinni pasaytiradi. Ketoni va ochlikni qanday boshlashni bilmoqchimisiz? Kommentariyaga xohlayman deb yozing va biz siz uchun video tayyorlaymiz. Like bosish esdan chiqmasin.